Albatta pul, tilla, mashinani asrash, shu qadar bunga harakat qilyapmiz-ku, lekin iymonimizni kushandasi bo'lgan narsalardan ham ehtiyot qilyapmizmi? Bugun kimdir sunnat o'qimasdan chiqib ketyapti. Bugun kimdir tasbih aytmasdan chiqib ketyapti. Iymon seppi ichida saqlanadigan nodir narsa edi-ku. U tilloyimizdan, ko'mishimizdan, mashinamizdan, qimmatbaho yoqutlardan, durdonalardan u qimmat emasmi? U ilohiy nazargohda turadigan narsa emasmi? Uni ham shunday saqlayapmizmi? Sunnatlarga amal qilib, odoblarga amal qilib, Qur'on tilovatini, royasini qilib, Allohning kalomi o'qilganda unga hurmat bildirib, duo qilinganda qalbimizdan duo qilib, uning zamiridagi iymonni saqlaydigan, uning qo'rg'onlarini, iymonni saqlaydigan, uning ana shunday soyabon himoyachilarini biz qilyapmizmi? Mana bu demakki jihatlarga ham biz bugun polvon bo'lishligimiz lozim.